Hop, mototsiklimizni 200 kubli crossover enduro hisoblanadi. Hozir mana shuni bitta test drive qilamiz. Yurishib ko'ramiz. Ovozi вообще baland ekanlik. Mana 3-chi nochkani qo'ying, nochkan. Test drive qilib ko'ramiz. Pasatkalar lekin rosa yumshoq bo'ladi deb buni. Вообще mягкий-ya. Kayf yumshoq. Bundan keyin oldincha vahimaga o'xshayapti. 8 kilo qirg'irga tarsagan. Bundan keyin sportga o'zi yoqmay qoladi. Xo'p, tepni ham bosdik. Elektr hozir ichkariga kirib ketdi. Birga urdik. Bismillahirrohmanirrohim. Endurani eng zo'r joy mana bunaqa joylardan ham yurib turadi. Turib ham haydasanglar bo'ladi. Hop. Hop. Mana bunaqa yo'llardan sport yura olmaydi ekan. Mana ketdi. Bunaqa yamalarni bemalol yutib yuboradi. O'ziga yiqilib tushmasang mototsikl o'zi shunaqa yo'llarda yurishga mo'ljallangan bo'ladi. Hoppana. Hop, ближайший parketdan o'tishini qo'lgan. Yumshoq. Mana yana bitta. Ha, hop, hop. Sezmayapti umuman. Yamalarni sezmadim to'g'ri. Mana asilabdan yamaga tashlayapman. Endurani kayfini bilganlar biladi o'zi. Yo'l umuman tanlamayman. Keturasizlar shunaqa yo'llardan. Sportlarda bunaqa yo'ldan yurish orzu-da mana. Yamalar ko'rasizlar. Bemalol upravleniyaga ham zo'r. Enduroga endi qiziqayotganlar uchun juda ham zo'r variant ekan lekin. Haydash bilmaydigan odam ham bemalol haydab ketadi buni. Mana. Yurishini qaranglar buni. Hozir bundan ham zo'r yo'llarda yura oladi bemalol. Lekin bu unaqa sharoit yo'q. Qumda deysizlarmi? Loyda deysizlarmi? Даже qorda ham yuradi. Va shunga o'xshash mototsikllar kerak bo'lsa, mana Armada tevrasilar, assortimenti ko'ryapsizlar. Brendidan tortib hamma brend bor. Xullas, mototsiklga gap yo'q. Balonlarni ko'ryapsizlarmi? Любой joydan yurib turadi. Bu uncha yamani yutaveradi. Vilkalarni ko'ryapsizlar, qancha zazori bor oldida. Xullas mototsikl zo'r. 200 kubli, narxiga stoyt. $2300. Kelinglar yana gaplashamiz. Bundan boshqa endurolarni ham zakaz asosida topib beramiz bemalol.